hovli sotiladi, 4 sotuq yer hisobida beriladi. Mana shu yildan hozir lokatsiyasini men ko'rsataman. Yangi hokimiyatlar, yangi ma'muriy binolar, bu Severni gazli shosse ko'chasi, 61-avtobaza, mana bu Bo'g'ova-Dinjonga boradigan yo'l. Mana shu yo'l bilan hozir 500 metrmi, 1 kilometr taxminan shuna o'tamiz. Ko'chamiz proxodnoy emas, bu oxirgi hovli, bu yerga bir ikkinchi hovli va ko'chamiz ana. Yopiq ko'cha. Xo'p, fasad tomoni o'ng, ichkari tomoni 44 sotuq. Hozir ichkariga kiramiz. Ket. Xo'p, mana shu joyimiz, uchastik yer hisobida. Uchastik lokatsiyasi yangi hokimiyatlar Bo'g'ova-Dinjonni yo'lini boshlanishi. Bo'g'ova-Dinjon yo'lini boshlanishi. Yangi hokimiyatlar Bo'g'ova-Dinjon yo'lini boshlanishi. 4 sotuq. Narxi 49900 va albatta kichkina zazorchasi albatta bor.